Demak, milliy sertifikat kitobi yechimlarini berishda davom etamiz. O'quvchilar, biz 134 misolga kelganmiz. 135 misoldan boshlab ko'rar ekandik. 135 misolda aytyapti: B4 ko'paytirilgan B17 barobar 24 bo'lsa, B15 ning qiymati ham bor ekan 8 bo'lsa, B6 ning qiymatini so'rayapti. Demak, men kecha aytdim, B4 ko'paygan B17, mana bu indekslarni qo'shsa 21 chiqyapti. Demak, bu B15 ko'paytirilgan, mana 15 ga nechini qo'shsam 21. O'sha ikkalasini ko'paytmasi bir-biriga teng bo'ladi. Bu yerda 6 ko'rinib turibdi. Ya'ni 4 ga 17 ni qo'shsam ham 21, 15 ga 6 ni qo'shsam ham 21. Endi berilganlarni keltirib qo'yadigan bo'lsam 24 barobar 8 ko'paygan B6. Bu yoqdan B6 ni topib olsam 3 chiqar ekan. Misolimiz javobi B javobi. 136-misolimizda geometrik progressiyada mana shu o'rinli bo'lsa, B27 taqsim B7 ning qiymatini so'rayapti. Qaranglar, B7 ning o'rniga B1 ko'paygan Q6 ni ko'rsam, B3 o'rniga B1 ko'paygan Q kvadratni qo'ysam, ko'paygan 2 bo'lib qoladi. B1lar qisqaradigan bo'lsa, Qning 4-si barobar 2 bo'lib qolar ekan. Endi B27 taqsim B7 ni so'rayapti-ku mendan. B27 ning o'rniga B1 ko'paygan Q6 ni Q26 ni qo'yaman. B7 ning o'rniga B1 ko'paygan Q6 ni. B1larni qisqartirib Q26 ni Q6 ga bo'lsam, Q20 chiqib qolar ekan. Q20 deganimda Q4 ning 5-si. Ya'ni 2 ning 5-sini hisoblaydigan bo'lsam, Q4 ning o'rniga 2 ni qo'yib yuborsam, 32 chiqar ekanman deb B javobda. 137-misolda mana ketma-ketlik bor ekan. A2 25 gacha bo'lgan xatlar yig'indisini so'rayapti. Demak, qaranglar, mana buni o'rniga 1 qo'yib yuborsam, enlar o'rniga A1 ko'paygan A2 barobar 6 bo'lib qoladi. Manda bor A1 ikkiligi keltirib qo'ysam, 2 ko'paygan A2 barobar 6. Bu yerdan A2 ni topsam 3 chiqadi. Endi enlar o'rniga 2 qo'ysam, A2 ko'paytirilgan A3 barobar 6 bo'lib qoladi. 2 ni qo'yadigan bo'lsam, 2 ko'paygan A3 barobar 6. Bu yerdan A3 ni 3 yo'q, A2 miz 3 chiqar ekan, 3 qo'ysak, A3 dan 2 bo'lib qoladi. Endi enlar o'rniga yana bitta 3 ham qo'yib ko'raylik. A3 ko'paygan A4 barobar 6. Bundan kelib chiqadi A4 ning 3ligi. Demak, ko'ryapsizlar, A1 2, A1 2, A2 3, A3 2, A4 3. Ya'ni juft xatlar 3 bo'lyapti. Toq xatlari 2 bo'lyapti bu progress. Bu ketma-ketligini. Endi mendan 2024 gacha yig'indini so'rayapti. Demak, bu yerda 1012 da 2 bor, 1012 da 3 bor. Plus mana bu xat ham toq 2025 va 2025 toq xatlar 2 bo'layotgani uchun yana 2 ni ham qo'shsam, bu 1012 ko'paytirilgan 5 plus 2 bo'lib 5062 chiqib qolar ekan menda. Javobi B javob. 138. Mana shu ayn ketma-ketlikdan mana buni yig'indisini so'rayapti. Demak, e'tibor bersangizlar, buni men ayn barobar n kvadrat plus n plus 1 taqsim n kvadrat plus n ni bunaqa yozmoqchiman. N kvadrat plus n taqsim n kvadrat plus n plus 1 taqsim n kvadrat plus n. Mana buni qisqartirib olsam, bu xat 1 ni beradi, plus 1 taqsim n ko'paygan n plus 1. Endi bu ham 1 plus, mana buni o'zini ham 1 taqsim n minus 1 taqsim n plus 1 qilsam bo'ladi. Chunki mana bunga makhraj berib soddalashtiradigan bo'lsa, mana buni o'zini berib qoladi. Endi mendan 9 gacha yig'indini so'rayapti. Bu yerdan mana buni kichkinaroq yozmasak, xos sig'may qolar ekan. Demak, bu 1 plus 1 taqsim n minus 1 taqsim n plus 1 ni berdi. Enlarni o'rniga 1 ni qo'yib yuboradigan bo'lsa, mana 1 plus 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 3 bo'ladi. Plus endi o'rniga 2 ni qo'yadigan bo'lsam, 1 plus 1 taqsim 2 yana 1 taqsim 1 bo'lar ekan. Minus 1 taqsim 2. Endi n o'rniga 2 qo'yadigan bo'lsam, n plus 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 3 plus n o'rniga 3 qo'yadigan bo'lsam, 1 plus 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 4 plus va hokazo. N o'rniga 9 qo'yadigan bo'lsam, 1 plus 1 taqsim 9 minus 1 taqsim 10 chiqar. Demak, bu yerda qarasam 1 2 jami 10 ta o'nim bo'ladi. Bu 10 ga teng. 1 taqsim 2 lar qisqarib ketaverar ekan. 1 taqsim 3 lar ham, taqsim 4 lar ham qisqarib, bu yoqda plus 1 minus 1 taqsim 10 qolar ekan. Ya'ni buni hisoblasak ham minus bo'lsa 0.1 bo'lsa, demak 10 ayrilgan 0.1 chiqib qolar ekanda menda. 10 minus 0.1 chiqib qolar ekanda, javobim 9.9 chiqib qolar ekan o'quvchilar. Bu C javobdir. Keyingisi arifmetik progressiyaning dastlabki 12 ta xat yig'indisi dastlabki 16 ta yig'indisiga teng. Demak, S 12 mi aytyapti menda? S 16 ga teng. Uning dastlabki 28 ta xat yig'indisini toping deyapti. Demak, bu
Manda S 28 ni so'rayapti ekan, nimaga tengligini. Demak, bu misolni quyidagicha ishlar ekanlik. S12 ni bilaman men. A1 plus A12 taqsim 2 ko'paygan 12. S16 ni bilaman. A1 plus A16 taqsim 2 ko'paytirilgan 16. A16. Endi bilan soddalashtiradigan bo'lsam, mana bu A12 ni o'rniga A1 plus 11 ni qo'ysam, 2A1 plus 11 ko'paytirilgan 12 barobar 2A1 plus 15 ko'paytirilgan 8 bo'lib 16 bo'lib qolar ekan. Endi buni ochib chiqadigan bo'lsam, 24 ta A1 plus 132 barobar 32 ta A1 plus 240 bo'lib qolar ekan. Bu yerdan topib olaman men. Bu yoqdan bu yoqqa bo'lsam 8 ta A1 barobar minus 108 bo'lib qolar ekan. Bularni ham qisqartirib yuborsam 4 ga 2 ta A1 barobar minus 27 bo'lib qolar ekan. Endi mendan 28 ta hadini yig'ishni so'rayapti. S28 menda A1 plus A27 taqsim 2 ko'paygan 28 bo'ladi. Bular o'rniga keltirib qo'yadigan bo'lsam, 2 ta A1 plus A28 mana. 2 ta A1 plus 27 taqsim 2 ko'paytirilgan 28. 2 ta A1 menda minus 27 ga tengligidan bu yog'i 0 bo'lib ketadi. 0 ixtiyoriy songa ko'paytirsam baribir 0 chiqadi. 28 ta hadi yig'indisi menda 0 ga teng bo'lar ekan. 140-misolda dastlabki n ta hadi mana shu hadlar bilan topilsa, musbat hadini ishlatyapti. Qaranglar, bu yerdan birinchi n'lar o'rniga 1 ni qo'yib S1 ni topaylik. Bu menda minus 2 ko'paytirilgan 1 plus 24, ya'ni 22 ni beradi. S o'rniga 2 qo'ysam, endi qaranglar, S2 degani bu A1 plus A2 degani. Bu yerga 2 ni qo'yadigan bo'lsam, minus 2 ko'paytirilgan 2 ning kvadrati plus 24 ko'paygan 2, bu ham 40 chiqar ekan. Ana endi menda A1 bor 22, chunki S1 ma A1 o'ziga teng. 22 ni keltirib qo'ysam 22 plus A2 barobar 40. Bu yerdan A2 ni topsam 18 chiqar ekan. D teng minus 4 ekan demak. Birinchi qadim 22, keyingisi 18, keyingisi 14, keyingisi 10, keyingisi 6, keyingisi 2. Keyingisi uji manfiy bo'lib qoladi. Demak, bu yerda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta manfiy hadi bor ekan buni B javobda turibdi. 141-misolda esa aytyapti. A4 taqsim A3 barobar 3 taqsim 4 bo'lsa, A10 taqsim A12 ning qiymatini toping deyapti. Demak, buni bu yoqqa ko'paytirib yuborsam, 4 ko'paygan A1 plus 3D barobar 3 ko'paytirilgan A1 plus 2D bo'lib qolar ekan. Buni ochib chiqsam, 4 A1 plus 12D barobar 3 A1 plus 6D ekan. Buni bu yoqqa olib o'tsam, A1 teng minus 6D bo'lib qolar ekan menda. Endi bu yog'ini soddalashtirsam, bu yog'i A1 plus 9D taqsim A1 plus 11D bo'lar ekan. A1 o'rniga minus 6D ni qo'ysam, minus 6D plus 9D taqsim minus 6D plus 11D. Bu yog'i ham 3D taqsim 5D. D'larni ham qisqartirib yuborsam menda 3 taqsim 5 chiqar ekan. Bu ham 0.6 degani o'quvchilar. Demak, keyingi misollarning yechimlari biz berishda davom etamiz. Kanalga obuna bo'ling va like tugmasini bosishni esingizdan chiqarmang.